Buni 90% odam bilmaydi. Har safar shamollaganingizda antibiotik ichasizmi? Tomog'ingiz og'risa darhol antibiotik. Bilasizmi, antibiotikdan noto'g'ri foydalansa davolamaydi. Kelajakda ayrim dorilar ta'sir qilmaydi. Men bugun farmatsevt sifatida bir haqiqatni aytaman. Antibiotiklar hayotni saqlaydi, lekin uni noto'g'ri ishlatilsa xavfli qurolga aylanadi. Mana bu holatda antibiotik yo'q, ishlamaydi. Lekin mana bu holatda antibiotik ham ishlaydi. Demak, ko'pchilik antibiotikni noto'g'ri sabab ichadi. Bizda eng katta xato bor antibiotiklarni o'zboshimcha ichish. 2 kun ichadi, tuzaldim deb to'xtatib qo'yadi, dozalarni ko'taradi, ba'zan esa qolgan dorini keyingi kunga saqlab qo'yadi. Bu eng katta xato. Bu bakteriyalarni qo'zg'atadi. Siz antibiotikni noto'g'ri ichsangiz, bakteriyalar o'lmaydi. Aksincha, ular kuchayadi, moslashadi va keyingi safar dorilar ta'sir qilmaydi. Bu jarayonning nomi antibiotik rezistentlik deyiladi. Shok xabar. Jahon sog'liqni saqlash ma'lumotiga ko'ra, kelajakda antibiotik rezistentlik orqasidan o'limlar xavfi ko'payishi mumkin. Vujudingizda trillionlab foydali bakteriyalar bor. Antibiotik ularni ham o'ldiradi va natijada sizda qavziyat yoki ich ketishi, allergiya xavfi, qo'ziqorin kasalligi ham bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda antibiotik kasallikni davoladi, lekin organizm balansini buzadi. Antibiotik kerak bo'ladigan holatlar: birinchisi yengli pnevmoniya, ikkinchisi siydik yo'llar infeksiyalari, uchinchisi bu jarrohlik stolidan keyingi infeksiyalar. Bu holatda antibiotik ishlaydi. Men farmatsevt sifatida ko'p bemorlarni ko'rdim. Oldin bir xil antibiotik yordam bergan, keyingi safar esa umuman ta'sir qilmagan. Bu tasodif emas. Bu antibiotikdan noto'g'ri foydalanish. Antibiotik dushman emas, antibiotik o'yinchoq ham emas. Har safar shamollaganda antibiotik ichish kelajakda haqiqiy shamollash bo'lganda dorisiz qolish demakdir.